49. bab. Yoqub o'g'lini oldiga chaqirib, ularga mundaq dedi. Hamminglar oldimga kelinglar. Sizlarga duch keldigan ishlarni aytib qo'yay. Ey o'g'illarim, hamminglar kelib quloq selinglar. Otanglar İsrailning so'zlarini ko'ngil qo'yib tingshanglar. Ey Ruben, sen tunji o'g'limsan. Sen kuch qudurtimsan. Çoğun bulup tapqan tunji o'g'lim sen. O'g'illarim ichida eng g'ururligi va kuchligi sen. Biroq sen kalkundek eqib, tutuq bermeding. Sen kichik xotinim bilan bir o'rinda yetib, ko'rpamni bulg'ashqa, endi katta kishi bo'lamaysan. Shimon bilan Lavi ittifoqdosh bo'lib, ularning qilishlari rahimsizlik qildi. Qo'shilmayman ularning yomon niyatiga, qatnashmayman ularning suiqasdlik planiga, chunki ular darg'azabda odam o'ltirib, buqlarning peyni xalqni kesdi. Yog'sin la'natla ularning g'azibiga, shundoqla rahimsiz o'chmanligiga. Tarqitib bitarman, kechib bitarman ularni Isroillarning orsiga. Ey Yahuda, qarindoshlarың seni maqtar. Sen düşmanning gelini sıqarsan. Qarindoshlarың sening oldingda bosh qo'yar. Yahuda düşmaniga yosh shirdak etiladi. Uni mag'lub qilib, qaytib keladi uvisiga. So'zlab yatsa uvisida, kimmi uningga tegishga jur'at qilar? Yahuda tutar podshohlik angushtrini, uning avlodlari yurgizar hokimiyatni. Keyin butkul el qo'shar to'hfa uningga, butkul xalq tazim qilar uningga. Haddi hisobsiz boy bo'lganligidan u, g'ajab qo'yshi qarimay taxining bog'lab qo'yar uni eng yaxshi uzumga. Kiyimlarini yuyar üzüm sharobida, isil tonini yuyar üzüm şerbetide, onun közleri müsellastin qara, kişleri süttün mü ak. Zebulun turar deniz boyida, u yer kemi portu bolar, zemini Sidon tarafga sozular. İsakkar goya küçlük işek bulup, eğilinin içinde yatar. Körgende u dam elish o'rnining yaxshiligini va yerining münbətligini, ortib yükning ig'ini mursiga qul bo'lib, japoliq ishqa majbur bo'lar. Dan İsrail qabilasining biri bo'lar. U o'z xalqiga odil hukm qilar. U yilondek yo'l bo'ylarida, zaharlik yilondek chig'ir yo'llarda chiqib otning tuyuqini orqasiga yiqitar. Atlıqlarını. Ey perverdigarım, qutquzuşunu kütməkdimən. Qat qaraşlarının hücumuğa uçurar, lekin o keyindin hücum qilib zərbi berer. Aşerinin zemini bəyni mol açlıq ambırı bulub, padişahlarını o təminlər xas ləzzətlik tamaqları bilən. Naftali erkin anav keyiktir. U tuğar söyümlük bala keyikleni. Yusuf mevelik deraxtır. U bulaqqa yıqındır. Onun şahları halqıp öter tamdın. Şiddetlik hücum qılar düşman oçları onunğa. Oxyala dəhşətlik itilar onunğa. Lekin onun yayı məzmud yanıla, onun qolları küçlük yanıla. Tayanğaçqa u Yaqub etiqad qilgan qodir Xudoga, ya'ni İsrailning podishisiga, qo'ram teshiga. Atang ibodat qilgan Xudo sana yordam qilar, hammaga qodir Xudo seni baxtli qilar. U sana xosiyatlik yomg'ir yog'dirib, yerdagi buloqlarni taqdim qilar. Ot qollaringni ham ovutib, avlodlaringni haslab ko'paytar. Atang Xudodan erishgan bu baxt, qadimki tog' cho'qilirdim-mu,
idiriqlardaki boyliqlardanmı büyüktür. Mana bu baxt saodat Yusufning beshiga, ya'ni qarindoshlaridan talang'iniga qo'nar. Benyamin go'yo yirtqich chilböre. U etigini tutqunni yalmab, kechsi oljilarni bo'lar. İsrailning bu 12 o'g'li İsrail xalqining 12 qabilasining bo'g'ilari bo'ldi. Bu so'zlar Yaqubning har bir o'g'liga qilgan loyiq, xayrlik duosidir. Yaqub o'g'illariga mundaq deb topildi. Ajdodlarimning qishig'i ketadiganға os qoldim. Sizlar meni ota bo'g'illarimning yeniga, ya'ni xitlardan bo'lgan Afronning etig'izidagi o'nkirga dabni qilinglar. Bu o'nkir Qanondagi Mamraning sharq tarafidagi Makbela yesida bo'lib, İbrahim u o'nkir bilan, ya'ni xitlardan bo'lgan Afrondan yarlik qilish uchun setib olgan edi. İbrahim va ayoli Sara u yerga qo'yilgan. İshoq va ayoli Ribaqamu u yerga qo'yilgan. Men Liyohni u yerga dafn qildim. U yer bilan o'nkir xitlardan setilgan bo'lib, sizlar meni shu yerga qo'yinglar. Yaqub o'g'liga bu so'zlarni qilgandan keyin yetibla nafs to'xtab ajdodlarining qishig'i ketdi.